Assalomu alaykum, aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Aziz do'stlar, biz pullikdan kun ko'radigan nogiron ayol loyihasiga yetib keldik. Qadrdonlar, bizda hozirda Sberbank kartamizga bor yo'g'i 2998 rubl pul yig'ilibdi. Bu pul bilan hech narsa boshlab bo'lmaydi. Opani O'zbekiston kartalariga ko'pchilik pul tashlolmabdi. Bugun kecha opani o'zlari borib tumonga yangi karta ochtirib, kliklarni hammasini ulatib kelibdilar. Ekranda qoldiramiz o'zlarini Xalq banki kartalarini va musofirda yurgan jigarlarimiz uchun Sberbank karta qoldiramiz, qadrdonlar. Sberbankka bog'langan telefon nomer qoldiramiz. Befarq bo'lmanglar, qadrdonlar. Bittadan like bosib qo'yaylik. Qayerdagi faxsh videolar chiqsa, yarim yalang'och qizlar chiqsa, 100 minglab likelar yig'ilib ketadi. Lekin mana shunday bir onaxon birovlarni uyda sig'may, ko'chada mana yashab turgan payti ko'pchilik ko'rib ko'rmaslikka olib ketyapti. Aziz do'stlar, sizdan hech narsa ketmaydi. Bittadan like bosib qo'ying. Tanish bilishlaringizga mana shu videoni 5-6 ta tanish bilishlaringizga yuborib qo'ysangiz, xudo xolasa, mana shu opaga ham chiroyligina qilib bir uylarni qurib beramiz. Komil do'stimiz, usta do'stimiz biz bilan kelgan. Xudo xolasa, salom alaykum yurtdoshlar. Assalomu alaykum Xalq dardi kanalining kuzatuvchilari. Hammalaringni topganlaringga baraka bersin Allohim. Hammalaringizga kuch-quvvat bersin. Musofirdagilarni eson-omon uyga kelishini tilab qolamiz. Nima deymiz, mana shu yerda endi nasib bo'lsa shu yaxshi ishni boshladik. Meron oshnamizni ham endi qo'ldan kelgancha biz ham o'tgan safargidek yordam qilishga harakat qilamiz. Gap yo'q, xudo xolasa. Aziz do'stlar, hozirda 3000 rubl pul yig'ilgan. Bu bilan yana bir bor aytamiz, hech narsa qilib bo'lmaydi. Qo'limizdan kelgancha, kimning qo'lidan qancha kelsa, 10 rubl, 20 rubl, 100 rubl, ehsonni katta kichigi yo'q. Ehsonning mukofoti faqat ehsondir. Opani akalari bir moshin qum, bir moshin sheben olib beryaptilar, zakaz qilganlar, ertaga kelib to'kib ketadi. Undan buyog'iga 1 tonna sement olishimiz kerak boshlanishiga. To'g'rimi? 1 tonna sement olib tursak, 400 qanchaga oldik? 10 qopda. Hozir tushgan. 40 mingdan ham beradi. 400 mingga beradi. 400 ming bo'ladi. 800 mingga sement olishimiz kerak. Xo'p, Apalavka tam boshqalari bilan 1 million bo'ladi. Bo'ladi. 1 million bo'ladi. 1 million yig'ishimiz kerak hozir. Faqatgina sement uchun. Bu yog'iga tosh olishimiz kerak. Toshni bir moshini 900 ming so'm ekan. Mana 1 million 900 ming so'm. 1 million 900 ming so'm hozirda pul yig'ishimiz kerak. Mana shu loyihani boshlashimiz uchun. Bizda hozir yeto 3000 rubl bor. Bu degani 138 bo'lsa ham yeto qancha bo'ladi shunda? 300 ming, 390, 400 mingdan sal ziyodroq pul bor. Bu hech narsa bo'lmaydi, qadrdonlar. 2 million pul yig'sak, mana shu opani uyini boshlasak bo'ladi. O'zlarining kartalari va Sberbank kartalari shunga befarq bo'lmaymiz, qadrdonlar. Bu yog'iga endi sizlarning maslahatlaringiz kerak. Bu uyda surdirib tashlashimiz ham kerak. Pogruzchik примерно qanchalar oladi surib Pogruzchik menimcha shu bir 2 soat ishlasa agar taxminan shu 400-500 atrofida oladi. 400 ming, 500 ming atrofida bo'lgan. 2 million bo'ladigan bo'lsa 2,5. Birinchi ochirda buni surib tashlashimiz kerak. Ertaga derazalarni, eshiklarni hammasini olib tashlab, shiferlarni olib tashlab, sug'urishga, boyagi buzterlashga tayyor qilib qo'yamiz. Bu yog'i endi hammasi sizlardan. Поддержка qilmasak, qadrdonlar, ahvol juda ham og'ir ko'rib turibsizlar. Terishda nimadan qilsak yaxshiroq bo'ladi, Komil? G'ishtdan. G'ishtni hozir loyg'ish ishlatsak yana shu ahvol. Loyg'ish ishlatsak yana vaqtmek bosib ketadi. Chunki cho'l buyog'i birdan vaqtmek boyagi. Qurt vaqtmek nima deb ko'pchilik yozyapti? Ko'pchilik nima deydi? Sariq qumurtqa. Mana qayerdadir taxta kana deydi uni. Taxta kana deydi. Shu xullas mana shu taxtani mana loyda yeydigan bir sariq bo'ladi-ku. Iloji boricha loy ishlatmaslik kerak-da bunga. Bunga loy ishlatmaslik kerak. Hozir press blok olayotgan bo'lsak, u opa juda qiyin u. Qishda uyda isita olmaydi. Oddiy blok bo'lsa-chi? Oddiy blok, shu press blok, oddiy blok farqi yo'q. Sement blok bo'lsa bo'ldi. U uyda isita bo'lmaydi. Beradigan bo'lsak, uyda isita bo'lmaydi. Pishirishga salgina qiynalib qolamiz. Pena blokdan tersak. Pena blokdan mana xudoga shukr katta uylarni ham qilib terib yuribmiz a. Issiq qishda issiq bo'ladi, yozda salqin bo'ladi. Bu yana o'ylamanglar, Komil o'zini blok. Yo'q, menga farqi yo'q. Men Komilda o'zini klientlari o'ziga yarasha. O'zi tayyorlash ham yo'qda hozir. Bu yoqda opaga, bizaga shu opaga qulay bo'lishi kerak. Eng muhimi shu. Issiq sovuq qilish uchun iloji boricha buni tepasiga qamish ham qo'ymaslik kerak.
Tepasiga? Ha, tepasiga qamish ham qo'ymaslik kerak. Chunki qamish qo'yildimi, o'sha taxta qo'yganimiz qamishni juda yaxshi ko'radi-da u. Boyagi. Vahimay o'sha taxtakani qamishni juda yaxshi ko'radi. Shu sababdan taxta boyagi rekalaycha yeb taylayapti. Bu yoqda endi sizlarning maslahatlaringiz kerak. Kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Qanday qilsak, nima qilsak. Faqatgina ko'rpaga qarab oyoq uzatamiz, tushadigan mablag'ga qarab shu opani uylarini qurib beramiz. Qani hamma yaxshi podдержка qilsa, chiroyli qilib penoblokdan 2 etaj qilib uy qurib bersak. Lekin tushadigan mablag'ga qarab biz ham harakat qilamiz. Har doimgidek tushadigan pullaring отчети bilan kimdan qancha tushyapti va qayerga ishlatilyapti. Qadrdonlar, opani o'zlarini telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Kimdir qanaqadir boyagiday ehsonlari bo'ladigan bo'lsa ham bemalol telefon qilib o'zlariga ham ehson qilsalar bo'laveradi. Xo'p, Said opa, uydamisiz? Assalomu alaykum yana bir bora. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Komil mikrofoningizni bering. Xo'p, qadrdonlar, mana shu yerda hozir opa kun kechirib o'tiribdilar mana. Biz hozirgi paytda konditsioner tagida issiqda dam oladigan bo'lsak, opamiz mana shu yerda yashab turibdilar. Shuning uchun befarq bo'lmanglar qadrdonlar. Bittadan like-ni bosaylik, qo'limizdan kelgancha 20 ming, 10 ming O'zbekistondagilar, Rossiyadagilar 100 rubl, 50 rubldan podдержка qilsak hech narsa emas, ko'pchilik bilan birdan bitib ketadi. Uylarini chiroyli qilib beraylik. 18 yoshga kirgan qizlari bor, turmushga berishlari kerak. Endi bu uyda tasavvur qilinglar, qanday qilib to'y qilsa bo'ladi. Chiroyli uylar bo'lsin, xudo xolasa to'ylar bo'lsin. Charchamayapsizmi opa? Bo'ladi. Telefonlaringizni ulatib keldingiz klikka hammasini. Pullar tushadi endi muammosiz, nasib bo'lsa. Oldingi kartangizga ko'p pul tushmabdi, ko'pchilik telefon qildi. Pul tashlayolmayapmiz deb. Nima deysiz sizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga? Minnatdorchiligimni bildiraman. Uzoqda yurgan yurtdoshlarga, musofirda yurganlarga, nima saxovat qilayotgan nimalarga minnatdorchiligimni bildiraman. Duo qilyapsizmi haqlariga? Haqlariga duo qilib, ana qilaman. Bugun chiqmadingizmi ishga? Yo'q, bugun chiqolmadim. Ish shuni karta bilan muammo bo'lib, ish kechiga olmay yotaman. Shuni to'g'rilantira oldim endi nasib bo'lsa. Shu uylarni nima bitkazsam keyin chiqib paxtaga chiqaman deb o'tiraman. Nasib inshaalloh. Paxta sezon boshlanadi ham bu yerga. Necha kilo terasiz paxta? Teraman, biladi. Qancha endi? Bunday o'rtacha. Shu 60-100 kilo bo'ladi. 60-100 kilogacha terasiz. Gap yo'q. Do'stlar, mana shunday. Hozir faqat hamma narsa kelib sizlarga taqalib qoldi. 2 millioncha pul yig'sak, kelib birdan boshlab yorardik pulni. Ishni boshlab yorardik birdan. Hozir yana bitta video olib ketyapmiz. Ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Bu yoqqa ham befarq bo'lmaylik. 2,5 million pul kerak bo'lar ekan. 500 ming pogruzichga bersak, surib tashlashga 800 ming sement apalovkalari bilan 1 million bo'ladi va 900 ming tosh. Undan yog'iga keyin bitta fundamentni usta haqqisini yig'ib tashlasak, oz-ozdan bu avanshni asta-sekin ketaveradi. Keyin g'ishga hammamiz bir harakat qilib pul yig'sak, xudo xolasa sizlar podдержка qilib tursanglar, chiroyli bo'lib ketadi, opa. Mana shu sizga ehson qilib turganlarda har doim duo qiling. Uylari mana shu ahvol shkatulka ham bo'lgan ekan oldin. Bo'lib, shu yomg'ir nimalarda cho'kib ana bo'libdi. Shu sement qilishga sharoitim yetmayapti. Shunga nima qiluvdim. Opa kam gaplar to'g'risi mana juda ham xijolat bo'lib, nima qilib gapira olmayaptilar to'g'risi. Endi to'g'risi videomizdan faqat gap bo'lib qolyapti jigarlar. Mana shu videoda o'zi yig'ib tashlaylik. 2,5 million bo'ladigan bo'lsa, gata 17 ming rubllar bo'lar ekan, 3 mingi bor. 14 ming rubl yig'ib tashlaylik. Mana shu videoni o'zida bir 14 ming pulni yig'ib tashlaylik. Xudo xolasa sirraz ishni boshlab yoramiz. Hammaga kattakon rahmat, befarq bo'lmaganlaringiz uchun. Bu yo'g'iga sizlarni podдержкаларingizni kutib qolamiz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalardan ham minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu qizim bilan
Şurada katta qiz bilan yotish sharoitim juda og'ir bo'lyapti. Shuning uchun sizlarni ishlaringizga nima qo'shasin, rivoj bersin, iloyat. Sizlar ham shu nimalarda har kuni duo qilaman sizlarni ham. Hammalardan Xudo rozi qilsin. Shu ayol boshim bilan qilishga sharoitim yetmayotibdi. Shuning uchun ilojim yo'q. Katta qiz bilan bu ko'chada yotib ham bo'lmaydi. Birda sharoitim juda qiyinlashgani uchun ilojim yo'qligidan nima qiluvdim.